Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 5-dars ketma-ket bajariladigan buyruqlar. Ya'ni buyruqlar tartibi nima uchun muhim degan mavzu haqida gaplashamiz. Oldingi darsda biz input va output nima ekanini o'rgandik. Eslatib o'taman, input algoritmga kiradigan ma'lumot, output algoritmdan chiqadigan natija. Bugun ketma-ket bajariladigan buyruqlar. Bu juda oddiy, lekin algoritmning asosiy kuchi ana shu yerda. Chunki kompyuter buyruqlarni o'zicha aralashtirib bajarmaydi. Bu buyruqlarni qanday tartibda bersangiz, shunday tartibda bajaradi. Agar tartib to'g'ri bo'lsa, natija to'g'ri chiqadi. Agar tartib xato bo'lsa, natija ham xato chiqadi. Keling, hayotiy misol bilan boshlaymiz. Tasavvur qiling, siz choy damlamoqchisiz. To'g'ri tartib qanday? Choynakni olasiz, suv quyasiz, suvni qaynatasiz, choy solasiz, qaynoq suv quyasiz, biroz kutasiz, keyin ichasiz. Endi tartibni buzib ko'ramiz. Avval choy ichamiz, keyin choynakni olamiz, keyin suv quyamiz, keyin suvni qaynatasiz. Bu kulgili eshitiladi. Nega? Chunki natija hali tayyor bo'lmasdan uni ishlatmoqchi bo'lyapmiz. Algoritmda ham xuddi shunday. Agar qadamlar tartibi noto'g'ri bo'lsa, dastur noto'g'ri ishlaydi. Demak, bugungi asosiy qoida algoritmda tartib juda muhim. Endi buni oddiy masalada ko'ramiz. Masala ikkita sonning yig'indisini topish. Masalan, bizda 5 va 3 bor. Nega yana 5 va 3? Miyaga singishi uchun har bir darsda mana shu 5 va 3 ni misol qilamiz. Tartib shunday bo'ladi. Birinchi qadam 5 sonini olamiz. Ikkinchi qadam 3 sonini olamiz. Uchinchi qadam ularni qo'shamiz. To'rtinchi qadam natijani chiqaramiz. Natija 8. Endi tartibni buzamiz. Tartibni buzamiz endi. Mana rasmda. Avval natija chiqaramiz. Keyin sonlarni olamiz. Keyin qo'shamiz. Natija xato. Bu bo'lmaydi. Chunki natija chiqarish uchun avval hisoblash kerak. Hisoblash uchun esa avval sonlar kerak. Mana shu narsa ketma-ketlik deyiladi. Ya'ni har bir qadam o'z vaqtida bajarilishi kerak. Endi yana bir hayotiy misol. Siz telefonni quvvatlamoqchisiz. To'g'ri algoritm. Telefonni olasiz, zaryadlovchini rozetkaga ulaysiz, telefon quvvat olayotganini tekshirasiz, kutib turasiz, batareya to'lganda uzasiz. Endi tartib xato bo'lsa nima bo'ladi? Telefonni olmasdan zaryadga ulay olmaysiz. Zaryadlovchi rozetkaga ulanmasa telefon quvvat olmaydi. Batareya to'lmasdan uzsangiz, telefon to'liq quvvatlanmaydi. Demak, har bir qadam oldingi qadamga bog'liq. Algoritmda bu juda muhim. Endi boshlovchilar uchun muhim tavsiya: kompyuter buyruqni yuqoridan pastga qarab bajaradi. Ya'ni siz qaysi ishni birinchi aytsangiz, kompyuter avval o'shani bajaradi. Tushunarli? Keyingi ikkinchi buyruq. Masalan, ya'ni siz qaysi ishni birinchi aytsangiz, kompyuter avval o'shani bajaradi. Keyin ikkinchi buyruq, keyin uchinchi buyruq, keyin to'rtinchi buyruq. Bu xuddi retseptga o'xshaydi. Osh qilish retseptini olaylik. Avval qozon qiziydi. Keyin yog' solinadi, keyin piyoz solinadi, keyin go'sht solinadi, keyin sabzi solinadi, keyin guruch solinadi. To'g'rimi? Agar avval guruchni solib, keyin yog'ni solsak, natija boshqacha bo'ladi. Mana rasmda ko'rishingiz mumkin. Dasturlashda ham xuddi shunday. Tartib natijani belgilaydi. Endi amaliy mashq qilamiz. Vazifa talabaning o'rtacha balini topish. Masalan, talaba 3 ta fandan bal oldi. 80, 90, 70. Biz o'rtacha balni topmoqchimiz. Qadamlar qanday bo'ladi? Birinchi qadam 80 ni olamiz. Ikkinchi qadam 90 ni olamiz. Uchinchi qadam 70 ni olamiz. To'rtinchi qadam uchalasini qo'shamiz. Natija 240. Beshinchi qadam yig'indini 3 ga bo'lamiz. 240 ni 3 ga bo'lamiz, natija 80. O'rtacha bal 80 bo'ladi. Demak, bu natija. Bu yerda tartib bilan keldik, tushunarli? Avval 3 ga bo'lib, keyin sonlarni qo'shsak, chalkashlik bo'ladi. Shuning uchun algoritmni yozayotganda o'zingizdan so'rang. Birinchi nima qilinadi? Keyin nima qilinadi? Undan keyin nima qiladi? Oxirida nima chiqadi? Mana shu savollar sizni tartibli fikrlashga o'rgatadi. Yana bitta misol ko'ramiz. Xonani tozalash algoritmi. To'g'ri tartib. Keraksiz narsalarni yig'amiz, kitoblarni joyiga qo'yamiz, stol ustini artamiz, polni supuramiz, axlatni tashlaymiz. Endi tartibni buzamiz. Avval polni supuramiz, keyin stol ustidagi changni polga tushiramiz, keyin yana polni supurish kerak bo'ladi. Demak, noto'g'ri tartib ortiqcha ish keltiradi. Algoritmda ham
noto'g'ri tartib dasturni sekin, chalkash yoki xato ishlaydigan qiladi. Endi bugungi darsning eng muhim fikrini aytaman. Algoritm faqat qadamlar emas. Algoritm to'g'ri tartibdagi qadamlar. Tushunarli? Qadamlar bor, lekin tartib noto'g'ri bo'lsa, bu yaxshi algoritm emas. Keling buni 3 ta savol bilan eslab qolamiz. Nima birinchi qilinadi? Nima keyin qilinadi? Nima oxirida chiqadi? Agar shu 3 savolga javob bera olsangiz, siz ketma-ket algoritm olasiz. Endi kichik amaliyot. Masala do'kondan non olib kelish algoritmi. Tartibni buzamiz. Tartibni tuzamiz. Pulni olamiz, do'konga boramiz, non tanlaymiz, narxini so'raymiz, pulni beramiz, nonni olamiz, uyga qaytamiz. Bu oddiy, lekin algoritm. Natija non olib keldim. Endi shu algoritm tartib buzilsa nima bo'ladi? Pulni olmasdan do'konga borsangiz non ololmaysiz. Do'konga bormasdan non tanlay olmaysiz. Pul bermasdan nonni olib keta olmaysiz. Demak, har bir qadam o'z joyida bo'lishi kerak. Bugungi xulosamiz: birinchi, kompyuter buyruqlarni tartib bilan bajaradi, eslab qoling. Ikkinchi, tartib xato bo'lsa, natija ham xato bo'ladi. Uchinchi, algoritm tuzishda har doim birinchi nima, keyin nima, oxirida nima deb o'ylash kerak. Tushunarli? Uyga vazifa, quyidagi vazifalarni ketma-ket algoritmini yozing. Masalan, maktabga yoki universitetga tayyorlanish algoritmi, telefonni quvvatlash algoritmi, 3 ta sonning o'rtacha qiymatini topish algoritmi, xonani tozalash algoritmi. Kod yozmaysiz, faqat qadamlar bilan yozasiz. Xuddi bizda birinchi, ikkinchi, uchinchi qadam. Keyingi darsda biz shartli bajarishni o'rganamiz. Ya'ni algoritmda agar shunday bo'lsa buni qil, agar unday bo'lsa boshqa ishni qil. Mana shu joyda algoritm yana qiziq bo'lib boshlaydi. Sekin kiryapmiz. Tushunarli? Sezayotgan bo'lsangiz. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.